Mashhur bloger Bek Vance o'z ustozi va jamoa a'zosi Abdurahmon Mufid nomi bilan tanilgan akasiga hazin tariqasida prank uyushtirdi. Ammo bu oddiy prank emas edi. Bloger hojatxona qog'oziga qurilishda ishlatiladigan stiklovata, ya'ni mayda shisha tolali materialni aralashtirib qo'ygan. Natijada voqea kutilganidan ham keskinroq tus oldi. Hozirning kulgili qismi bir tomonda, ammo azobli noqulaylik boshqa tomonda qoldi. Albatta, blogerlar orasida bir-biriga prank qilish odatiy hol. Kontent, kulgi va ko'rishlar ortidan shunday tajribalar qilinadi. Lekin savol o'z-o'zidan tug'iladi. Hozir qayergacha hozir? Chegara qayerda boshlanadi? Kontent uchun qilingan ish sog'liq yoki xavfsizlikka zarar yetkazsa, bu hanuz hozir bo'lib qoladimi? Shu kabi vaziyatlar ko'p muhokama uyg'otmoqda. Sizningcha bu oddiy kulgi uchun qilingan prankmi yoki biroz chegaradan chiqishmi? Navoiyda unaqa qarama, mal unaqa qarama. Navoiyda gaplashamiz. Navoiyda gaplashamiz. Sodda necha marta Qanaqa qilib Buxoroga kirib kelishim bilan menga mana necha marta kirishganingizni ayting. Buxoroga kirib keldik, ham o'sha jazolandimda, men. Shunaqa alam qilyapti, ukam, shunaqa alam qilyapti. Men maza qildim lekin. Navoiyda gaplashamiz. Balkim 5-9 dafet ko'ramanmi, ko'raman-da.